Esingdimi, Marko? Piyazning oq gulini hammadan yaxshi ko'ratdim. Bugun Maykinis apandining uyidagi Hisaliya xonim shu guldan birini sovg'a qildi. Mening qanchalik xush bo'lib ketganimni sen cho'qim o'ylab yetalaysan. Hisaliya xonimdan xijil bo'lmagan bo'lsam, shu chaqdala butun ovozim bilan seni chaqirgan bo'latdim. Chunki sizlar uchunglarning mening tug'ilgan kunimni shu gul bilan tabriklaganinglar aniq esimda. Men bu kunni hargiz unutmayman. Hadi. Men bu piyoz gülden alay. Bo'ladi. Mana men. Rahmat sizga. Mana geldim. Ha? Marko. Marko. Pa, nima degan chiroyliq. Biraz kechikibdimi? Suyimlik apa, sizni chin qalbimdan tabriklayman. Buni qabul qiling. Elim.
Baş bekat Buenos Aires'e yetip geldik. Baş bekat Buenos Aires'e yetip geldik. Ben qaytib keldim. Ha? Oh, to'g'ri. Ilk qatim poyezdga esilib Brankaga bormoqchi bo'lgan Shoki chiqdi. Lausat skutsi isudu devam ediyor. Ötken qatim bağan Lausat skutsi. Tezrek berip 7 numaralı Kur'an izleyli. On birinci, 9. 7. numar. Yettinci numar. Abba. Titirek bulay, titirek. Apamni ko'rdigan bo'ldim. Oxir opamni topadigan bo'ldim. Bu cho'qim xatda yozilgan Isaliya xonim. To'g'ri. Sizni avar qildigan bo'ldim. Bu Maykiniz efendimning uyimi? Men Anna Roshining o'g'li Marko Roshi bo'laman. Siz Isaliya xonimmi? Men Aminiya saybajas bo'laman. Maykinis efendim 3 oy ilgari Kordovaga ko'chib ketgan. Bichara. Opsini izlab aram deganda bu yerga kelsa, ular yana ko'chib ketibdi. Kordova bu yerdan xeyli yiroq. Poyezd o'ltasimi bir necha kunda aram boradi. Burankada mijroqmi? Ularni ayol xizmatchisini bo'shtivetdi deb anglamadim. Shunga opang ular bilan birga bo'lishi mumkin. Aminiya, ularning adresini aytib bergin. Bo'ladi, oppa. Saminiyedin ko'chisi 32 numar. Anglashimcha, cho'ng bir chirkovning yenidi ekan. Sen xat tanimsa? Mushundaq yazsam bo'lamdi, oppa. Ha, to'g'ri. Saminiyedin ko'chisi 32 numar. Aminiya, mening portmolimni akila. Yo'q, meni ozroq pulim bor. Bu yerdan tanishlarim bor. Tatinma, sana yana pul kerakda. Qara, nima degan yaxshi bola. Sening opangmi qaltis ayolg'o deyman. Sen Kordovaga boramsa? Do'stlaring bilan yaxshiroq maslahatlashib baqqan. Bo'lamdi. Sizni avar qildim. Rahmat. O'zingni asrag'in. Xeyr, xo'sh. O'zingizni asrang.
Shu emasmi, xaridor bek oz. Ay. Yani davamlıq mushundaq bo'laversa, sodini to'xtatmasam bo'lmaydi. Shundaq. Yana bir rumka. Mana hozir. Oh, Marko. Sen eliki yağaç konçak ümigidiki balık o. Sen Buranka'dan qaytib keldingmi? Ha? Hazır xapinola nerede? Ha? Ulan yanına Buranka'da. Dadamdan xat geldi mi? Ha? Xat? Hozircha kamidi. Bildim. Kechirgin, unutib qopdim. O'zing qaytib kelganiga qaraganda opangni topgan o'xshamamsan, ha? Topamapsan-da. Undaq bo'lsa, nemishqa qaytib kelding? Ha, Marko? Apam o Kordavağa göçüp gitipti. Kordavağa? Nurgun izlep bakmağa yerim kalmadı. Apamni topamadım. Taqdir men bilan qerishayotgan o'xshaydi. Marko. Rahmat sizga. Yani kep turing. Kordova bek jiraqkan. Cho'nglarning u yerga berish oson emas. Lekin Italiyaga qaytib ketsangmi bo'lmaydi-da. Bir amal qilib, kira puli tepish kerak, Marko. Manga? Yaqindan beri sodam oqmayotdi. Agar xapinola bu yerda bo'lgan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Yanala İtalya elçixanasiga berib baqqin, amal tepilib qala. Xapino efendiler meni bu yerden apsını tapıdığan boldu deb o'ylagandi. Konularda japa tatmig'icha halovat yo'q deydigan gap bor, balam. Kordavaga borsang, cho'qim opang bilan ko'rishishing notayin. Merli efendimmo vayron bo'lib ketdi. Agar u bo'lgan bo'lsa, bir amal qilib, cho'qim sana poyez bileti ep beradi. Bu xatda yozilgan Jidobani degan efendim tonumsiz, ha? Jidobani efendim? Opamning xatini teppagan Astoro efendim, agar qiyinchilikqa yo'liqsang uni izda, u cho'qim sana yordam qildi degandi. U Astoro degan kishi Jidobani'ni tonumdi-kan. Shundoq degandi. Undaq bo'lsa ishing osonlashadigan bo'ldi. Bo'ldi. Bu yerda turmay uni izda. Chopsam bo'l. Mana. Luisa. Nimes? Men sirtqa chiqib kiray. Do'konga qarag'ash tur. Ha, boldiroq qaytib kelasiz. Jidobani efendim bu yerdagi xeli inovatli kishi. Barliq portlarni u boshqurdi. Mush fursatdan foydalanib, men tanishib olay. Jura. Mayoqqa mang emas, chopsam bo'l. Şakichi, kira. Francesco, Merlin'in xetini akagan bola senmi, ha? Xatni akagan senmi da'vatime? Men Marsay Astoro efendimning xatini ep geldim. O degining dal Francesco Merli bo'ladi. Merli o'lgan o. O'zi shundoq davog'am, o'zi. O'zi bu
Həcəbni zerikdim, Merli degan texçili maň avarçılık tep berip atıdı. Gepinin çıraylıqlığını qarangla. Mən bu balını Kordavaga apırıp koydu ekenmen texi. Doğru efendim. Merli tağammıdı. Bu qandaq iş bop ketdi? Marko Roshi, Merli xetidi şuncha eniq yezipdi. Lekin sen texçili aldırıp jürüpsen. Bu qandaq bog'ini, ha? Bu zat nima ish? O apаңның Kordavaga ketkenligini burunlu bilidi. Lekin o Kordavaga bardigan kira haqqı pul yetkizemey seni aldap apаңны Buenos Aires'ta depdi. Bundaq iş. Bundaq iş şununla koludan kelidi. Merli efendim ölmepti de. Merli tağam meni aldaptı da. U rastlı meni aldıganmıdı. Merli tağam zade. Yo'q, Marko. Merli efendimning cho'qim bir qiyinchiligi bo'lishi mumkin. O yomon odam emas. O seni bu yerga yo'lga sapdi-ku. Sen az kapşı. Eğer men qo'shilmasam qandaq bo'ladi? O bal qandaq qalatdi? Uni Buenos Aires ko'childirdi sergerdan qilib tilamchilik qildirish kerakmi? Sen bilamsan, Ginoyadagi uyda ularning Annaning xetini topshirib olanmasligi, uning pulni ishiltib elib, xatnimi avatanmaganligidan emasmi? Ha? Shundaq emasmi? O Merli, o... Eğer başqa ishinglar bo'lmasa qaysanglar bo'ladi. Lekin... Biz hemmetin işindiğen Merli tağamı. Bizni aldaptı. Jidobani efendim, bu iş kişinin açığını keltirsimu, bu balığı rahim kılın. O apsını izlep şuncha uzun yerden ming bir japadı bu yerge kelse, onun apsını tepşiği yardam kılmasak bo'lmas. Hiç bo'lmaganda yurttaşlıkның yüzüdün bolsumu? Sen demisanmi bunchilik ishlarni bilgichiligim bor? Bartoronio! Paraxod boshlig'i Machiro keldimi? Kelgan, biroq qaytib ketdi. Qaytib ketdi? Kerak yo'q. Bu yoqqa kel Marko Roshi. Agar Rosario'ga borsang, men seni paraxod bilan yo'lga sep qo'ya olayman. Lekin Rosario'ga borsa, Kordovaga berish uchun shunday qilish kerak. Rosario? Shundoq Rosario'ga borgandan keyin sen bu odamni izlagan. O seni Kordovaga yo'lga sep qo'yadi. Shundoq. Marko... Kim o apsını sığınmışsın deysen, hatta mendek çoğunlarını sığınıdı. Rahmet sizge Jidobani efendim. Qaysi paraxodga o'ltirdiganligingni keyin xabar qilaman. Tetik bo'g'in, ishtaliyalik shakichik. Bu peşkerlik kişiden kelgen tələk. Elimi yaxşı Jidobani efendim qoşuldu. Rosario degan bir çoğ şəhər. Laplata daryasının eqinini boylap mansa, paraxodda 3 gündü baradu. Rosario'ga barganda Jidobani efendimning xeti bo'lgandan keyin qiyinchilik tatmaysa. Marko, qara. Borkaga nurgun ginoyalıqla uğurlaşdı. Ola bu yani özünün ikinci yurti hesaplaydı. Ola bir-biriga yordam qiladi. Kambag'al bo'lsa-mu umid var. Chunki ular kelajakka umid bilan qaraydi. Ro'yingni ko'tarib yur. Bu qatim opangni cho'qim topsan. Merli efendimmi shundoq umidli bo'lishi mumkin. U ezib opangning pulini opangning pulini ishlatib qo'yganidan qattiq pushaymon qilayotgan bo'lishi mumkin bolam. Merli tağam. Meni aldı de.
Bo'ldi, Marko. Bugun hech nimani o'ylamay, yaxshi uxla, ha? O'ylagan bilanmi, beka, Jidobani apandimning xabarini kutgin. Rahmat sizga, Fisk apandim. Jura, bizniki qaytayli. Jura. Marko Fisk qavoqxonasiga qarashqach, Rosarioga boradigan paraxodning xabarini kutdi. Lekin opsini o'ylab, uni g'am bosdi. Kulkulik ishlarmi yuz berdi. Bir kuni uning kallasiga opam burun ishlagan uylarda uning uyga yozgan xatlari qolgan bo'lishi mumkin degan xiyol kirib oladi va cho'ng umid bilan bir uyga boradi. Lekin u bir rayimsiz ayol xo'jayinga duch keladi. Keyingi qitimda opamni azoblanibdi degan qismini ko'ringlar.